Uzul PHP dersligi 6-cı qism PHP hisoblash ifodasi darslikning asosiy mazmuni tövəndiki 4 mazmunni ichiga oldi. Asosliq hisoblash ifodalarining turlari bo'lib, bular matematikalik hisoblash ifodalari, qiymat yuklash hisoblash ifodalari, shuningdek selektiv hisoblash ifodalari va logikalik hisoblash ifodalari bo'lib, biz tövəndə bularni ko'rib boqaylik. Matematikalik ifoda, masalan, qo'shish belgisi, elish belgisi, ko'paytirish belgisi, bölüş belgisi, ankima modlash belgisi, yani qoldiqini elish belgisi, birini qo'shish belgisi, birini elish belgisi deb ma belgilar. Buning izohati deganda ma hozir deganimizga o'xshash. Amaliy misol keltirsak, masalan, x dan 2, x qo'shilgan 2 bo'lsa, bu natijasi 4 chiqadi degan gap. X dan 2 bo'lib 5 ilingan x bo'lsa, bu 3 chiqadi degan gap. Amaliy misol ko'rib baqsaq, PHP da yozgan vaqtimizda makod qaraydigan bo'lsak, a ga teng 5 degan qiymatni berdik, b ga 10 degan qiymatni berdik. Andan keyin c deganimiz a dan a ga b ni qo'shganga teng. Bu yerda bu qiymatni ko'rsatib bering deganda a qo'shilgan b teng c deb olsak, natijasini ko'rgan bo'lsak, mana 5 qo'shilgan 10 teng 15. Andan keyin d deganimiz b dan a ni iling, 10 dan 5 ni iling. Buning natijasi 5 chiqadi. Mana ko'rsatilgandek. Anki a ga b ni ko'paytang 50. b ni a ga bo'lsak, buning qiymati 2. Mushunga o'xshash, mush hisoblash ifodalarini ishlatish orqali mush programmada bevosita hisoblash ilib bora olamiz. Ham natijasini bunda qulaylik holda ko'rsata olamiz. Buning qiymatiga biz buningdan yuqori qiymatlarni yoki buningdan murakkab qiymatlarni bersakmi bo'laverdi. Andan keyin qiymat yuklash ifodalari. Amaliyotki ifoda bilan izohatninki demakchi o'g'ini o'xshash. Masalan, tang degan gapning o'zi x tang y. Undan keyin qo'shilgan tang degan gap, shu 2 qo'shilgan tang y deb ma'noda yozsak, bu deganimiz dal x tang x qo'shilgan y deganga tang. Undan keyin ilingan tang deganimiz 2 ilingan tang y ma'noda yozsak, bu x tang x ilingan y deganga tang. Ma'qul usullari hamda noyti ma'ni qisqartib yozish bo'lib, biz program yozgan vaqtimizda ko'p ishlatamiz. Ma'ni biz yodlab olmasak olmaydi. Yoki selektiv hisoblash ifodasi deymiz. Buningda hamda qiymatiga to'g'ri xatolikqa hukm qiladi. Selektivgandan keyin, masalan, 5 bilan 8 tangmi deb bunda tanglik belgisi qilsak, unda bu xato. Undan keyin 5 bilan 8 tang emasmi degan hukm ifodasini qilsak, bu to'g'ri, 2 tang emas. Yoki 5-8 dan cho'ngmi degan hukm qilsa, bu xato. 5-8 dan kichik. 8-5 dan cho'ngmi deganga mana to'g'ri, shu. Mushta holatda hukm qilishga bo'ladi. Yoki logikalik hisoblash ifodalari deganda, masalan, bu va degan belgi PHP da 2 tal endi belgisi orqali ifodalanadi. Yoki yoki degan belgi 2 tal tussizlik orqali to'g'risizlik orqali ifodalanadi. Andan keyin emas belgisi bu undash belgisi orqali ifodalanadi. Bunun qiymati nima degan bo'lsa, x tang 6, y tang 3 bo'lsa, 2 10 dan kichik, y 1 dan cho'ng bo'lgan qiymati esa x haqiqatan 6 deganimiz 10 dan kichik, 3 deganimiz 1 dan cho'ng. Shuning buning qiymati to'g'ri. Mana logikalik ifodani biz matematikada o'rganamiz. Ham bularni ifodalarini yodlab olamiz.